Assalomu alaykum Master Vodiy kanali kuzatuvchilari. Bugungi videomiz shu g'isht haqida bo'ladi. Xudo xolasa ba'zi ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bu obyektimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida. Usta akalarimiz ishlarini davom ettirmoqda. Juda ham chiroyli va sifatli ishlashyapti usta akalarimiz. Xudo xolasa bu obyektimiz 4 xona uydan oldi ayvon bo'lyapti. Proyekt shunaqa. Ikki chekada 7 metrdan, o'rtada ikkita 5 metrdan uyi bor, o'rtada hammomi ham bor. G'ishtimiz Rishtondan kelyapti akalar. 1000 so'mdan yetkazib berishyapti akalarimiz. G'ishtning sifati ham yaxshi, juda ham. Usta akalarimiz xo'p, narxini 750 so'mdan urishyapti ekan. Usta akalarimizdan so'ragandik, nomerlaringlarni qoldirib qo'yaylikmi, yana ishlar bo'lsa yozishyapti, ko'pchilik so'rayapti desak, usta akalarimiz aytishdiki, g'isht juda ham kamdan kam urishar ekan, chunki asosiy ishlari o'zlarini tom yopish ekan. Nimaga unda g'isht uryapsizlar deb so'ragandik, bu qadrdon bir oshnasini uyi ekan, shuning uchun yo'q deya olmagan ekan. Ko'ryapsizlar, ishning sifati juda ham chiroyli, hattoki so'ylarga ham, eng kichkina g'ishtlarga ham juda ham kuchli mehr bilan ishlov berishyapti. Kommentariyada yozishibdi, bunaqa ish qiladigan bo'lsa g'isht ura oladimi? Kuniga qancha g'isht urishadi, o'zi qancha g'isht terishadi deb savol berishibdi. Usta akalarimiz 2500 bilan 3000 tani orasida g'isht terishar ekan bir kunda. Ishlarni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Har bir detallariga sinchka o'lik bilan ahamiyat berishyapti ekan. Usta akalarimizdan so'radik, ko'pchilik kommentariyada yozyapti. Buni orasida rastvor yo'q deb. Bu joylarda, imенно shu urilayotgan joyda 25-30 yildan beri xuddi shunaqa holatda urilar ekan g'ishtlar. Hop, buni burchaklarida kolonnalari bor albatta. Nimaga armatura chiqmadi degan savolni ham berishibdi. Armaturalarni karkas holatiga keltirib, chiroyli qilib, tepadan siqib, pastdan g'ishtlari bemalol chiqar ekan. Shunda bemalol qo'yib qo'yishar ekan. Ustalarimiz ishlariga juda ham mas'uliyat bilan qarar ekan. Bizga aytishyaptiki, albatta bitgandan keyin burchaklariga lazer qo'yib ko'rsatib berishar ekan. Har bitta burchagiga eshik derazaning chekalari barchasiga lazer qo'yib berishar ekan. Bunaqa ishni to'g'risi men ancha muncha joyda ko'rmaganman. Ko'p joylarda g'isht terishni bilasizlar, shkaturkani tagida qolib ketadi yoki suvog'ini tagida qolib ketadi deb u darajada mehr berishmaydi, lekin akalarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli ishlashyapti. Akalarimiz hattoki o'zini ko'rsatishni ham va nomerlarini qoldirishni ham xohlamadi. Lekin reklama bo'ladi, lekin akalarimiz bu narsani xohlashmadi. Ishlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Uy egalari ham juda ham xursand. Aytayaptiki, bu odamdan boshqa odamga qildirmagan bo'lardim deyapti. Inshaalloh uy qurmoqchi bo'lganlarga shunaqa ustalar tushishi nasib qilsin, uyiga shunaqa ustalardan hammamizga nasib qilsin. Akalar, bu yerda yana narxlar borasida gap ketganda, o'zi umumiy narxi 650 yoki 700 so'm atrofida bo'layapti ekan. Bu akalarimiz sifatiga oshiqcha ham e'tibor berib olar ekan, shuni hisobiga ozgina qimmatroq urishyapti ekan. Kimdir gapirishi mumkin, namuncha qimmat, chiroyli uraman deb qimmat qilyapsanmi? Yo'qmi? Qaranglar g'ishtga. Ko'ringlar, buni choki-chokida обрисовка-yu. Shuni hisobiga ozgina bo'lsa ham mehnatini qadrlab, uy egasi ham to'g'ri tushungan holatda o'zi rozi bo'lib, shu narxdan urdiryapti ekan 750 so'mdan. G'ishtlar juda ham chiroyli. Ko'rib hayron qolasiz, обрисовка deb o'ylaysiz-da bu g'ishtlarni. Mana xudo xolasa bu obyektdan bitay deb qopti. Bitgandan so'ng ham xudo xolasa sizlarga video qilib ko'rsatamiz. Hop, bizni yana sisma regellarini quyishmas ekan. Aytganimdek, bu akalarimiz o'zi tom ustalar ekan, shuni hisobiga bunaqa ishlarni qilishmas ekan. Faqat devorini urib, boshqa usta akalarimiz sisma kolonnalarini quyib bergandan so'ng tomiga kelishar ekan.
Albatta tom yopish jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizni Master Vodi kanali albatta sizlarga eng yaxshi ishlarni taqdim qiladi. Kanalimizda yana sizlar ko'pincha tom ishlari yoki bo'lmasam gipsokardon ishlarini ham kuzatib borishinglar mumkin. Qurilishni barcha sohalariga iloji boricha ahamiyat beramiz. Narxlari yoki bo'lmasam usta haqlari, barcha narsalarni iloji boricha sizlarga real holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.